Hop, uzun bank kartasini ko'pchilik zakaz qilolmayotgan ekan. Hozir shularni ketma-ketlikda to'liqroq tushuntirib berishga harakat qilaman. Parol joylarini o'rnatolmayotgan ekan, keyin shaxsiy ma'lumotlarni kiritishda qilisholmayotgan ekan. Shu joylarini hozir tushuntirib beraman ketma-ketlik bo'yicha. Shu bo'yicha rosa savollar kelyapti. Shu joyini tushuntirmagan ekanman oldingi videolarda. Hozir tushuntirib beraman. Tak, zakaz qilishimiz uchun kanalga kiramiz. Mana shu kanalga. Mana QR kodini ham chiqarib qo'ydim. Kuchukcha seller pastga chiziqcha uz7. Shu kanalga kiramizda mana shu joyini topib olamiz. Keyin buni ustida mana buyurtma qilish joyi chiqadi. Uni ustiga bosamiz. Telefonda открыть chiqadi, bu yerda hozir kompyuterda пройти chiqyapti. Bosamiz ustiga. Keyin Play Marketga olib o'tadi mana. Play Marketdan uстановка qilib olamiz. Uстановка qilganimizdan keyin telefon raqami so'raydi. Telefonimizni kiritamiz. Telefon raqamiga tasdiqlash SMS keladi, uni kiritamiz. Ana undan keyin parol o'rnatish joyi chiqadi. Mana shu joyini ko'pchilik qila olmayotgan ekan. Rosa savol berishdi, qanaqa qilib parol o'rnataman deb. Oddiy parol o'rnatib qo'yishyapti-da, qilish olmayapti. Shuni hozir tushuntirib beraman, qanaqa parol o'rnatishni. Mana bitta harfini misol uchun katta harfda yoziladi, keyingilarini kichkina harfda yoziladi. Mana uzum deb yozasizlar, misol uchun misol qilib tushuntiryapman yoki isminglarni yozasizlarmi? Misol qilib tushuntiryapman. Uzum birinchi harfi katta harfda, keyingilari kichkina harfda. Keyin nomer yozamiz. Misol uchun 4-7 yokida 1 2 3 4 5. Ana undan keyin belgi qo'yamiz, qanaqadir. Misol uchun dollar belgisi yokida kuchukcha belgisini qo'yishimiz mumkin. Yozib ko'rsatib beraman. Mana shunaqa kuchukcha belgisi yoki dollar belgisini qo'yib ketamiz. Qanaqadir simvol deydi buni. Oddiy bo'lib qolish kerak emas. Oddiy parollarni qabul qilmayapti. Shuning uchun ko'pchilik o'rnata olmayapti bu narsani. Mana shu joyida qotib qolishyapti. Birinchi harfi katta harfda, keyingilari kichkina harfda, nomer, keyin qanaqadir belgi, kuchukcha yoki dollar belgisini qo'yishimiz mumkin. Ana undan keyin pasport ma'lumotlarini so'raydi. Pasportni kiritamiz, seriya raqamini kiritamiz, tug'ilgan yili, kuni o'shalarni so'raydi, kiritamiz. Ana undan keyin rasmga tushish joyi chiqadi, dumaloq joyi chiqadi. O'shani yuzinglarni tutib turasizlar. Mana shu joyidan ham o'tisholmayapti ko'pchilik. Uni nima qilish kerak? Mana bir xil telefonni tagidan ushlaydi. U tagidan ushlash kerak emas-da, yuzga to'g'ri qilib ushlash kerak bo'ladi. Xona qorong'i bo'lishi kerak emas, yorug' bo'lishi kerak. Rasmga tushayotganingizda yorug' bo'lishi kerak. Keyin kimdirlar ochkida yuradi, ochki bo'lishi kerak emas. Xona yorug' bo'lishi kerak. Keyin telefonni shunday yuzi to'g'risidan ushlash kerak. Bir xil shunday tagidan ushlayotgan ekan. Tagidan tutib turib rasmga tushayotgan ekan. Unaqa qilish kerak emas. Rasmga ola olmaydi bo'lmasam. Aytganimdek shu tagidan emas, to'g'risidan ushlash kerak. Telefonni shunday yuzi dumaloq qismiga shunday tutib turilsa, bir 5 sekundcha rasmga oladi. Keyin o'sha birlashini ro'yxatdan o'tgandan keyin mana shunaqa joylar ochiladi. Keyin mana virtualniy kartasi bo'ladi bu. Buni ham ishlatib yursanglar bo'ladi bemalol. Agar plastik kartasi ham agar kerak bo'lsa, mana shu joyini ochasizlar-da, ustiga bosasizlar. Ustiga bosganingizdan keyin karta buyurtma qilish joyi chiqadi.
o'shani ustiga bosganingizdan keyin Yandex kartasi ochiladi. Yandex kartasidan qat'iy zakaz qilishni anaqasi chiqadi. Lokatsiyalari chiqadi. Sizlar turgan joy eng yaqin joyga zakaz qilishingiz kerak bo'ladi. Bu kartada mana bunaqa uzun logolari ko'rinib turgan bo'ladi. Uning uchun telefoningizdan lokatsiya joy yo'q bo'lishi kerak. Keyin mana bunaqa strelka joyi chiqadi. Mana o'ng tarafda kartada bo'ladi-ku, o'z turgan joyini belgilab olish. O'shani bossanglar, o'zingiz turgan joyga belgilab oladi. Belgilab olgandan keyin yaqin joylarni qidirasizlar, mana shunaqa logolarni. Shu logoning ustiga bosasizlar, bosganingizda tanlanadi. O'sha qatga olib kelib berish kerakligi. Qatga bossanglar, o'sha yerga olib kelib berasiz. U tanlaysizlar, keyin bo'ldi, o'sha buyurtma qilishni bosib yuborasizlar. Anaqa kartamat bilan keyin punkt joyi chiqadi. O'zi punktda turgan bo'ladi-da. Punktni bosib yuborasizlar. Kartamatga tanlamaysizlar. Kartamatlar hamma yoqda ham ishlamayapti. Hamma yoqda ham yo'q. Shuning uchun punkt degan joyni tanlab olasizlar. Keyin u punktga 3-4 kun ichida olib kelib berishadi. Yetib kelgandan keyin SMS keladi. Har kun ishlaydi, 10 dan 8 gacha borsanglar bo'ladi. Pasportingiz bilan o'zingiz borishingiz kerak bo'ladi. Birovlarga berilmaydi karta. Mana shunaqa qilib zakaz berib yuborsanglar bo'ladi. Ko'pchilik mana shu joyidan ro'yxatdan o'ta olmayotgan ekan, o'shaning uchun boshqachalar video qilib tushuntirib beryapman. O'sha birinchisi parol o'rnata olmayapti, ikkinchisi o'sha identifikatsiyadan o'ta olmayapti. Pasport ma'lumotini kiritib, rasmga tusha olmayotgan ekan. O'shani mana ketma-ketlikda tushuntirib berdim. Keyin karta olishga borganingizdan keyin kerakli savollarni bersanglar, o'sha karta berayotgan odamga yana javob berib o'tishadi. Keyin karta olganingizda mana shu orqa tomonida telefon raqam bo'ladi. O'sha telefonga telefon qilib savollarni bersanglar bo'ladi, qanaqadir savollar. Keyin karta to'ldirishni ham tushuntirib beraman. Bankomatdan to'ldirsanglar bo'ladi kartani yoki-da Uzkart yoki Humo kartalarni приложениеga, programmaga o'rnatasizlar-da. O'sha yerdan to'ldirsanglar bo'ladi. Mana bu yerda misol uchun Uzkart kartangiz turgan bo'lsa, bu yoqda mana uzun kartasini tanlaysizlar. Keyin summani yozasizlar. Misol uchun 100 ming so'm. 100 ming so'm yozasizlar-da, shunda pastda o'tkazishni bosib yuborsanglar, uzun kartasiga 100 ming so'm tushadi. Keyin uni bemalol ishlatib yursanglar bo'ladi. Keyin yana bitta narsa, kartani olganingizdan keyin uzun bank kartasini olganingizdan keyin terminalda bitta ishlatib yuborishingiz kerak yoki-da bankomatlarga tiqib balansini tekshirib olishingiz kerak bo'ladi. O'shanda mana aktivatsiya bo'ladi. Mana bu yerga tegish kerak-da, anaqa narsasi tegish kerak, shunda aktiv bo'lib ketadi kartangiz. U terminallarda aktiv bo'lib ketadi, keyin bankomatlarda aktiv bo'ladi. Shu joyiga ham ahamiyat beringlar. Bir xil mana shu joyini ham qilmayapti-da, keyin ishlamasa ekan bu karta deb tashlab yuborishyapti. Avtobuslarda ko'pchilik ishlatadi-da, avtobusga chiqqanda X berib yuboryapti-da bu narsa. Shuning uchun ishlatishdan oldin bankomatga tiqasizlar-da, balansini tekshirib yuborasizlar bo'ldi. Keyin ishlab ketadi. Keyin iloji bo'lgancha 5 tami 10 tami to'lovlar qilishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun telefoningizga to'lab yuboringlar yoki-da magazinga kirib narsa olsanglar bo'ladi. Keyin avtobuslarda skidka narxida hozir 8 so'mdan to'lab yursanglar bo'ladi. Shunaqa shartlari bor. Nimadirlarga to'lab yuborishingiz kerak. Uzun bank kartasidan bir 5 tami 10 tacha to'lovlar qilishingiz kerak. Boshida 5 dedi, menimcha hozir 10 ta bo'lsa kerak. Yana bitta ko'rib chiqish kerak. Mana 2 million so'mgacha o'tkazmalar qilsa, mana 0 so'm ekan 31-maygacha.
Xo'p, hammasini tushuntirib berdimmi? Menimcha savol qolmadi. Parol o'rnatish tushuntirildi. Bosh harfda yozasizlar, keyin kichkina harfda nomer yozasizlar, keyin belgi qo'yib yuborasizlar. Keyin identifikatsiyadan o'tish, o'sha rasmga tushishlar. Pasport ma'lumotni kiritib, telefonni to'g'risidan ushlasizlar, tegidan emas. Keyin ochki bo'lishi kerak emas, yuzda ortiqcha narsalar bo'lishi kerak emas, ochiq bo'lishi kerak. Shunda dumaloq yuzga shunda olib kelib tutib tursanglar, shu 5 sekundda rasmga olasiz. Keyin shu joyga kirib kartani zakaz qilib olasizlar. Keyin Yandex kartadan mana shu joyni tanlaysizlar, o'zingizga yaqin joy bo'lganda tanlasanglar, где-то bir 4-5 kunda olib kelib berishadi. O'zi yetib kelganda SMS keladi, borib olib ketasizlar. Tanlagan joyingizdan. Har kun ishlaydi, 10 dan 8 gacha ishlaydi. Pasportinglarni olish esdan chiqmasin. Keyin shu bankomatga borib balansini tekshirib olasizlar. 0 bo'ladimi, nech pul bo'lsa ham tekshirib olasizlar. Kartani to'ldirishni ham tushuntirdim. Bankomatdan yoki UzCard xumorlarni ulab turib to'ldirib olsanglar bo'ladi. Mana bu yerda xumo kartasi tursa, bu yerda misol uchun uzum kartasi turadi. Summani yozasizlar, o'tkazishga bossanglar pul tushadi. Keyin bir 5-10 ta to'lovlar qilib olsanglar bo'ladi. Faqat bu anaqaga emas, avtobusga emas. Bemalol magazinlarda ishlatib yursanglar bo'ladi. Keyin mana kafe, do'kon, dorixona, zapravkalarda ishlatsanglar 5% gacha cashback olsanglar bo'lar ekan. Keyin agar pulingiz yo'q bo'lsa, limit olib turib 30 kun ichida to'lasangiz ortiqcha to'lovlarsiz ekan. Faqat shu uzumni komissiyasini oladi, 5% bo'ldi. Nasiyaga olmaydi agar 30 kun ichida to'lasanglar. Bu yerda shu haqida ma'lumot berilyapti. 30 kun ichida to'lasangiz ortiqcha to'lovlarsiz deb tushuntirilyapti. Zarur bo'lganda olsanglar bo'ladi. Agar 30 kundan o'tib ketib qolsa, protsenti katta. Shularni hisobga olgan holatda qarz olishinglar bo'ladi. Pulni naqdlashtirib olsanglar ham bo'ladi, shu joylari ham bor. Millionga yaqin odam foydalanar ekan. Agar biznesingiz bo'lsa, sizlar ham mana shunaqa QR kod o'rnatsanglar bo'ladi. O'ziga yarasha mana qulayliklari bor. Uzum karta bilan to'laganda 0% ekan, komissiya yechmas ekan. Boshqa kartadan to'lasa 4% ekan. Bu biznes egalari uchun, yuridik shaxslar uchun tegishli bo'lgan ma'lumot. Nimadir sotib olsa, Zoom kartadan to'lasa 0% ekan. Klientlar uchun 5% cashback berar ekan. $20 mingdan ortiq hamkor bor ekan. Agar sizlar ham hamkor bo'lmoqchi bo'lsanglar, misol uchun biznesingiz bo'lsa, misol uchun kafe yoki magazin, mana shunaqa QR kod o'rnatmoqchi bo'lsanglar, sizlar ham zaявка yuborsanglar bo'ladi. Isminglarni yozasizlar, telefon raqaminglarni yozib turib yuborishni bossanglar, sizlar bilan bog'lanishadi. Keyin QR kod berishadi sizlarga mana shunaqa. Bemalol to'lovlarni qabul qilaverasizlar keyin.
Kartani zakaz qilish tekin, uni qabul qilish ham tekin, hech qanaqa pul to'lamaysizlar. Shular haqida ham ko'p so'rashdi, pul to'laymanmi, nima qilaman? Yo'q, tekin, umuman tekin, hech qanaqa pul to'lamaysizlar. Shu joyini ham aytib ketmanman, aytib ketdim mana. Xullas shunaqa zakaz qilinadi. Agar tushunmagan bo'lsanglar, qaytadan ko'rib chiqinglar. Ko'pchilik qila olmaganlar, mana endi boshqatdan qilib ko'ringlar. Men aytgandagi hammasi o'xshaydi, zakaz bo'ladi. Hammasini mana to'liq tushuntirib berdim.